Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Xabar kanalımıza hoş geldinglar. Bugün 7 ayının 29 kuni. Tünügün Amerika Devlet Baş Katibi, Amerika Devlet Müdafiə Ministri ve Avustralya Tashqi ishlar Ministri, Avustralya Devlet Müdafiə Ministri birlikte muxbirlarni kutib olish yig'ini ochgan. Muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika ve Avustralya iki devlet birlikte Xitoy hükümetiga taqobil turish harakatini texmo kuchaytirish bo'libmi Xitoy davlati Janubiy dengiz masalasida, Xitoy virusi masalasida, Hong Kong masalasida ilib borgan og'ir jinoyat masalasi ustida bu jinoyatlarning javobgarligini elish uchun Amerika Avustraliya ittifoqdosh davlati texmo zo'r kuch bilan Xitoy hukumatiga besimni kuchaytirdi ekan. Tünügünkü muxbirlar yig'ini intayin zo'r ahamiyatga ega bo'lib, bu muxbirlarni kutib olish yig'ini ikki cho'ng muhim mazmunni ifodalaydi ekan. Birinchi mazmun bo'lsa, hozir Xitoyning Janubiy dengiz masalasi intayin jiddiy bo'lib, tuyuqsiz urush portlab ketishi mumkin ekan. Hozirmi yana Janubiy dengizda Amerika, Yaponiya, Avustraliya qatorliq ittifoqdosh davlatlarning dengiz armiyasi davomli harbiy manevrini davomlashtirib yetibdi. Avustraliyaning 5 harbiy parxoti Janubiy taqim orollarida tirkishib qolgan ahvollar ko'rilibdi. Xitoy davlatining dengiz armiyasi Xaynanda orolining g'arb tarafidagi Luizhou dengiz tavalligida harbiy manevr qilib yetibdi. Xitoy dengiz armiyasi jar silib 8-oyda Sharq taqim orollarida harbiy manevr qilamiz deb jar silib yetibdi. Amerika razvedchi aeroplanlari Xitoy davlatining dengiz yoqasi bo'lgan Xaynanda oroli, Guangdong o'lkalari, Zhejiang, Shanxay qatorliq shaharga 100 kilometr yaqin bo'lgan rayonlarda razvedchilik harakatini ilib beribdi. Amerika razvedchi aeroplanlari Xitoyning bu dengiz bo'yiga yaqin bo'lgan cho'ng shaharlar atrofida 100 kilometr yaqinlikda tushdan burun bir razvedchilik qilib o'tgan bo'lsa, tushdan keyin yana bir qitim razvedchilik qilib, razvedchilik xizmatini davom qilib yetibdi. Tush atrofida bo'lsa, Amerikaning suv osti parxotlariga zarb bergan aeroplanlari Xitoyning dengiz bo'yiga 70 kilometr yaqin yerda uchish mashg'ulotini ilib berib yetibdi. Bundaq jiddiy vaziyat hozir davomlashayotganiga 12 kun bo'libdi. Vaziyat bek jiddiy, urush portlab ketishi mumkin ekan. Ya'ni kelib Amerika dengiz armiyasi bayonot e'lon qilib, 8-oyda Tinch okean xarakteridagi keng ko'lamlik cho'ng manevr ilib bordi ekan. Bundaq keng ko'lamdagi harbiy harakatlar davom qilayotgan mezgilda kichikgina surkilish bo'ladi ekan, urush portlashining pilkiga o't yiqilib ketadi degan gap ekan. Mushundaq jiddiy paytda Avustraliya Davlat Müdafiə Ministri, Avustraliya Tashqi ishlar Ministri, Amerika Davlat ishlar Baş Katibi, Amerika Davlat Müdafiə Ministri birlikte muxbirlarni kutib olish yig'ini intayin zo'r ahamiyatga ega ekan. Bu muxbirlarni kutib olish yig'inida asosan 3 nuqtani ta'kidlabdi. Birinchi nuqta bo'lsa, Pompeo efendim alayda eskartib, u bo'lsa-mu Xitoy hukumatining yomon g'arzi va Xitoyning virusi. Xitoy virusini hammamiz bilamiz. Xitoy hukumatining yomon g'arzi deganimiz Hong Kong masalasidagi Angliya davlati, Xitoy davlati ikki davlat birlashib e'lon qilgan qo'shma bayonotni Xitoy davlati yutib tashlab etib, Hong Kongni yutib oladigan vaziyatga o'tdi. Uningdan boshqa Xitoy davlati Janubiy dengiz rayonlarida 6-7 sunniy orollarni yasab, bu sunniy orollar orqali Janubiy dengizni butunlay kontrol qilib olish tarafiga o'tdi. Xitoy davlatining bu harbiy yomon g'arzi yuz berish oldida turyapti. Shunlashqa ittifoqdosh armiyasi jiddiy birlashib, bu yomon g'arazli kuchni bartaraf qilish kerak deb eskartdi. Pompeo efendim yana alayda Avustraliya hukumatini taqdirlab, bo'libmi Hong Kong masalasi kelganda Avustraliya hukumati Xitoy hukumatiga jiddiy qarshi turib, Amerika davlati bilan bir yoqdan bosh chiqarib, bir yoqdan qo'l chiqarib, Amerika hukumatini qo'llab keldi dedi. Avustraliya hukumati bo'libmi Hong Kong masalasida, Janubiy dengiz masalasida Xitoy hukumati xalqaro qonun nizomlarga xiloflik qilib, dunyoning tartibini buzish tarafiga o'tyapti. Shunga Avustraliya hukumati Xitoy hukumatiga qat'iy qarshi turdi degan so'zni madiyaladi. Üçüncü muhim nokta bo'lsa, Amerika hukumati bilan
Avstraliya hökuməti hərbi ittifaqdaşdan başqa yana bir məxsus xizmət qrupsi tayinlabdı. Bu birləşmə xizmət qrupsi məxsus Xitay hökumətini joylaydigan və bu məqsədga yetiş üçün konkret xizmətlərini ilib bardı ekan. Bu qitimqi muxbirlarni kutib olish yig'inidan shuni ko'ralayimizki, Avstraliya və Amerika ikki davlatning harbiy hamkorligi texmo kuchaydi degan gap. Avstraliya tarafdan kelgan xabarga qaraganda, Avstraliya hukumatı Janubiy dengizdagi harbiy kuchini texmo ko'paytirdi ekan. Janubiy dengizga avatgan harbiy parxodlardan boshqa yana ko'plab dengiz armiyasini avatdi ekan. Undan boshqa Janubiy dengizda ilib boradigan mashg'ulotini burunqidan qaraganda haslab ko'paytirdi ekan. Texmo muhim bo'lgani Amerika hukumatining talabiga asosan Avstraliya dengiz armiyasi Janubiy dengizda Xitoy yasagan sun'iy orollarga 12 dengiz mil ichiga kirishni talab qildi. Bu degani Xitoy yasagan sun'iy orolga qarashliq 12 dengiz mil tavalligi Xitoyning egilik huquq zimini bo'lib hisoblanadi ekan. Agar Avstraliya dengiz armiyasi sun'iy orollarga yaqin bo'lgan 12 dengiz mil ichiga kirdi degan gap Xitoy hukumatiga urush e'lon qildi degan gap. Ayni vaqtida Xitoy hukumati bu yasavagan sun'iy orollar atrofidagi dengiz tavalligida Xitoyning egilik huquqi bor deb bayonot e'lon qilgan. Avstraliya dengiz armiyasi bu dengiz tavalligiga kirdi degan gap qoida bo'yicha urush portlaydi degan gap. Agar Xitoy hukumati qaytarma zarbiga o'tadi ekan, u chaqda Xitoyning Janubiy dengizida shiddatli bir jang portlaydi degan gap. Endi biz Avstraliyaning qisqacha bir tarixiga qarasak, 50-yillarda Amerika armiyasi Shimoliy Koreya urushi ilib borgan vaqtida Avstraliya hukumati 20 ming quruqliq askar va havo armiya, dengiz armiyalarining hammasini yordamga avatgan ekan. Vyetnam urushidami Amerika davlatiga moslashib, butun kuchi bilan Amerikaga ittifoqdosh bo'lib, yaqin turgan ekan. O'tir Sharqdagi dengiz qo'ltiq urushi bo'lganda Saddamga qarshi ittifoqdosh armiyasiga yaqindan moslashib, ko'plab yordam askar avatgan ekan. Bu qitimmi Amerikaning taklifi bo'yicha Avstraliya hukumatining ichki arbobi darhol Washingtonga kelib, Amerika arboblari bilan ko'rishib, Xitoy hukumatining adibini berishda yaqindan moslashish va tayyor ekanligini bildiribdi. Agar Amerika hukumati dunyoning har qanday yeridagi bir mustabid hokimiyatini urdi ekan, mana biz tayyor debdi. Amerika davlati Xitoy bilan dastlabda savdo urushi bo'lgan bo'lsa, uningdan keyin diplomat urushi bo'ldi. Bugungi yangi xabarimizga qaraganda, Amerika hukumati Xitoy bilan maxsus urush vaziyatiga o'tdi. Bu xuddi ayni yillardagi xalqaro aqdnomiga xiloflik qilib, Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaga tajovuz qilgandek, Shimoliy Vyetnam Janubiy Vyetnamga tajovuz qilgandek, hozirgi mustabid Xitoy hokimiyatimi aqdnomiga xiloflik qilib, Hong Kong va Janubiy dengizga kamaychilik qilayotgan vaziyati ko'rilganligi uchun urush portlash vaziyati ko'rilyotdi. Bu urush balki Janubiy dengizda portlash mumkin yoki bo'lmasa Xitoy davlatiga yaqin bo'lgan Xitoyning Sharqiy dengizida portlash mumkin ekan. Bugun Yaponiyada turishliq Amerika armiyasining generali tuyuqsiz ekranda paydo bo'lib bayonot e'lon qildi. Bu generalning bayonoti hozir butun dunyodagi medialarda nuqtaliq xabar bo'lib tarqalib yetibdi. Yaponiyada turishliq Amerika armiyasining bosh generali General Snyder apandi ikki nuqtaliq mazmunni so'zlabdi. Birinchisi bo'lsa, Yaponiyada turishliq Amerika armiyasi butun kuchi bilan Yaponiya armiyasiga yordam qilib, Sensaku oroliga yaqinlashgan Xitoy parxodlar ustidan nazorat etib bordi va kontrol qildi. Amerika armiyasi Yapon armiyasiga yordam qilish so'zida turdi. Hamda Sensaku orolining Xitoycha Dyoido Yaponiyaga tava bo'lgan egilik huquqini qo'g'daydi degandek aniq pozitsiyani bildiribdi. General Snyder apandimning ikkinchi qilgan gapining mazmuni bo'lsa, Xitoy hukumati parxodlarni Sensaku oroli atroflariga avatib, bu orol atrofidagi rayonlarning tinchligiga ta'sir yetkazgan, hatto Xitoyning dengiz razvedchi parxodlari uzun muddatlik mushu rayonlarda ko'plab mashg'ulot yapgan, har oyda davomli parxod avatib, bu rayonlarda kashil paydo qilib turdi. Uning ustiga 8-oyning o'tirlarida Xitoy hukumati texmi ko'p baliqchi kemalarini avatib,
bu rayonning tinchligini buzmoqchi bo'ldi. Agar bunday harakatlarni davom qiladi ekan, u chaqda Xitoy hukumatining bu qilmishlari tajovuzchilik qilmishga yotadi deb bayonot e'lon qildi. Burungi vaqtlarda Xitoyning baliqchi kemalari va dengiz razvedchik kemalari Sensako orlig'i yaqinlashsa, Yaponiyaning dengiz saqchi otryadlari inkos qaytaradi ekan to'q. Bu qidim Yaponiyada turishliq Amerika armiyasi Xitoy hukumatiga bevosita ogohlantirish beribdi. Xitoy virusi yuz bergandan keyin Yaponiya hukumati Amerika hukumatiga moslashish uchun Xitoydagi mo'yin bo'lgan shirkat va korxonalarni jiddiy chekindirib chiqib, darhol Amerika hukumatining talabi bo'yicha Amerika bilan ittifoqdosh urush tayyorligiga o'tgan. Amerika hukumati bo'lsa Xitoy hukumatiga nisbatan Tinch okeanining sharqi va janubiy tarafdan Xitoy hukumatini qistab kelgan. Balkim janubdan sharq ko'stib sharqdan urush, sharqdan sharq ko'stib turib janubdan urushi portlash mumkin ekan. Bugungi qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqti uchun ko'pdan ko'p rahmat.